Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun mana Mortal Kombat'da gaming, ya'ni Mortal Kombat telefon uchun 2011 versiyadan 2025-versiyadagisini bir 3 yildan beri o'ynab kelaman. Shuni qisqacha obzor qilib, video qilib qo'ydim. Endi mana ko'rib chiqishlari mumkin. Bu mana o'zimning profilim. 45-urovnga yetganman. Polniy Skorpionda ochiladigan fonoviy rasmlari, ya'ni qanaqa jang qilish nomlari, lekin stikerlarigacha qo'yganman. Tezlashtirilgan holatda 2-3 tali jangchi, bitta qo'shimcha glavniy jangchi bilan 2 ta yulduz uchun 3 tali jang olib boraman. Qani boshladik. Menda tak glavniy jangchi orada chiqib keladigan bu yangi funksiya hisoblanadi. Bunga Faraonni qo'yganman. Qolgan 3 ta jangchilarim Goro, Cassie Cage va Liu Kang bo'ladi. Dushman taraf Sissi 23-o'yindagi qiz ekan. Glavniy esa bunda Sub-Zero ekan. Raiden, Kintaro, Fujinga qarshi urushamiz. Bu meni jangchilarimda eng o'yini pastroqlari. 50-o'yinda ham 3 ta jangchim bor. Bularni pastroqlariga qo'yib ko'rmoqchiman. Qani qanchalik darajada urushadi. Sizlardan poddeshka bo'lsa, bularni yutishga harakat qilaman. Qani o'zi bitta o'yinda oldim. Qani muzaf qo'ydim. Super qo'llandik. Yekenda haqiqiy zarbalaridan. Endi mana haqiqiy kuchini ko'rsataman. Ikkinchi jangni. Ikkinchi jangchidan o'tirish harakatlarimiz. Lukega maqsadimizga yetdik. Birinchi jangni yakunladik. Hammaga rahmat. Endi ikkinchi jangga o'tsak. Ikkinchi jang. Glavnisi yo'q bularda. Scorpion, Sub-Zero, Fujinga qarshi urushamiz.